Assalomu alaykum qadrdonlar, qadrli vatandoshlar. Andijon moshina bozoridamiz. Yakshanba bozor, xudo xolasa bu qismga chiroyli qilib Malibu, Captiva, inomarkalardan chiroyli qilib videolar qilib tayyorlashga harakat qilamiz. Xudo xolasa assortiment hamma mashinalardan olamiz. Xudo xolasa qadrdonlar, elektromobil deysizmi, Cherrymi, Jetourmi, Malibumi, Captivami, xudo xolasa puli yengil mashina borki, xudo xolasa hammasidan videolar qilib tayyorlashga harakat qilamiz. Bozor xudo xolasa mana to'la yotibdi mashinaga. Bir chekkadan obzorlarni qilamiz, ma'lumotlarni beramiz xudo xolasa. Qadrdonlar, xo'p. Assalomu alaykum aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yumishlar aka bo'lyaptimi? Tinchmisizlar? Xo'p, qadrdonlar. Puli yengillaridan ketdi mana. 2018-yil ishlab chiqarilgan 204 ming probeg. Xo'p, Captiva to'rimizni chiroyli qilib hozir obzor qilib ma'lumotlarni beramiz aka. Assalomu alaykum. Yaxshi obunachilaringizga ham assalomu alaykum. Nima yangiliklar aka? Yangiliklar hozircha bir xilda, Kessa degandek. Ketyapti. Kessa degani joyida turib degani aka. Gap yo'q. deb qo'yishadi. 204 ming yurgan Captiva to'r. Kiraskalari bormi? Top-toza kiraska. Toza. Yoqilg'isi qanaqa? Benzin bilan metanda harakatlanadi. Xo'p, tonirovka ruxsati Gayigacha bor. Xo'p, salonlarga keladigan bo'lsak, mana holatlari. Bu 2 ligimi aka? 2 aka. Eng oxirgisi, bundan keyin yo'q. Captivalar shajarasida eng oxirgisi bash bo'ladi. Eng oxirgisi shu. Mana salonlari ko'rishingiz mumkin. Balonlar yaxshi. Aka, detskiy sidinalarimiz ham bor mana aka. Bu 30 talikdan 3 tami? 30 ta, 3 ta. 90 ta bo'ladi. Общий 90 ta. 85 ming, 90 ming atrofiga to'ladi. 250, 240 holatga qarab, damlashga qarab yurib beradi. Yaxshi yurar ekan-a? Yuradi aka. 204 da buni motori. 204 lik. Odamlar yo'q, Captiva yurmaydi deyishmasin. Ha. Motori 204 ligini evasiga chiroyli davleniyada qiynamasdan yursa 250, 260 ham bo'lib ketadi aka. Gap. G'ildirak holatlari ham zo'r aka mashinaga. Nech pul deyapsiz? Buni bozorga 15,5 ming bo'ldi. Birinchi olib chiqdim juma kuni. 14 minggacha savdo qildi, bermadi. Bermadingiz. Endi bugun 13,5 ming so'rashyapti. Olib sotarlar ham savdo qilyapti 13,5 ming pasrog'ida, ashinga yaqin. Men 14 ming teparoqda bo'lsa beraman, naqd pulga deb turibman. Hujjati zo'r, xohlagan hujjat. Bo'ladi. Endi 5 ming, 6 ming, 7 ming puli borga o'zaro kelishib 1 yilgacha qilib beraman. Nasiya savdo. Ana bo'lmasam. 5 ming, 6 ming, 7 ming puli borga. Gap yo'q. Hamkor bankdan olaman desa ham, bank qilib naqd pulga kelishaman desa ham zo'r, Hamkor bank. Foizi oz bank. Ashi bankdan ham qilsa bo'laveradi. Eski mashinalarga, liboy mashinaga barter. Nexia'dir, Matiz'dir aka. Liboy mashina olaveraman. Boshlang'ich to'loviga, qolganini naqd bersa ham bo'laveradi, farqi yo'q aka. Qizig'i yo'q deng. Qizig'i yo'q, olishsa bo'ldi aka. Telefon raqamingiz? 93 kodi bilan 994 23 17 aka. Raqamlarga murojaat qilamiz, qadrdonlar. Bu ham sizdanmi aka? Bu ham bizdan aka. Xo'p, necha buni yili? Yili 2012-yil, birinchi pozitsiya 3 qilingan. 3 qilib nima qilingan? Diska qo'yilgan, sidinalari koja qilib qo'yilgan, lata bo'ladi. Monitor qo'yilgan aka. Buni propani bor, yaqinda qo'yilgan aka. Kraskasi qanaqa? Kraska oldi kapotida bor, 100 aka. Oldi kapotda 100 aka bor. Ko'rinish holatlari gektar 3/4 uy aka. Voy mana. Yashash zo'raveradi ichida. Mana propanlari. Holatlari zo'r. Motorida, hadavoyida, yurishida, turishida nuqsoni yo'q. Generalni chiqaradi aka. Gap yo'q. Mana salonlarda. Ichkarida odam bor ekan. Xo'p, salonlarni hozir ko'rasizlar. Hozirlarni ham bir qator ko'rsatib bo'ldik. Sidinalari holati mexanika. Nech pul deyapsiz buni? Karabil deb qo'yishadi-yu aka. Haligi nima deydi, qanaqadir mashina yeshka deb katta maza qilib yuradigan mashina aka. Haqiqatda mashina. Yo'l bo'lsa bo'ldi bularga aka. Malibuga? Ha, bular 500 ming, 600 ming, 1 million kilometrdan ishlasa bo'lmaydi. Chunki baquvvat mashina. Baquvvat mashinani hukumat chiqarmay qo'yadi. Nimaga chiqarmaydi? Zapchast sotilmaydi. Bir narsani ishlab chiqarishdan maqsad oborot qilish, pul foyda qilish bo'ladi, to'g'rimi aka? To'g'ri. Zo'r mashinalar to'xtab qolyapti. Xabaringiz bo'lsa, Lacetti to'xtadi aka. Bular to'xtadi, Captivalar to'xtadi. Chunki kuchli mashina bular aka. Kuchli mashina deng. Buni Nech pul bu? O'zbekiston Respublikasi bozorlariga 9 ming dollar kami bor aka. Hop. Sizning kanalingizda 8,5 ming kami bor aka. Barter variant. Tortib, aka tepasida pulga nasiya savdo bor. Barter liboy mashina aka, ashiga. Agar aytaylik, bundan kattaroq 15 ming dollarlik mashinasi bo'lsa, Hop. pul yo'naman desa, kelishib razmistasini berib u odamga. Buni olsa shunaqa ham qilib ko'ramiz aka. Ana bo'lmasa. Faqat barter deganda o'zidan past mashina emas.
Qimmat mashina ham aytaversin. Kelishaveramiz. Berilaveradi. Keyin pulga sotaman, mashina ham olmayman, uyimda manaqa mashinam bor, men hukumatda ishlayman, vaqtim bo'lmayapti, kasalman deganlarga telefon qilsa, naqd pul sanab berib olaveraman, hisobim chiqsa aka mashinasini. Leboy mashina aka. Haligacha taxo katta mashina emas, 20-30 milli Equinox, Malibu, Captiva, Bamtiva, leboy mashina chiqishaversin. Arzon mashinalarni ham olaveraman. 3000 tepasiga kelishaveramiz aka o'zingiz bilan. Xuddi shunday aka. Xudo xolasa. Gap yo'q. Telefon raqamingiz-chi? 93 kodi bilan. 93lik 994 23 994 23 17 raqamlariga aloqaga chiqamiz, xudo xolasa. Yana bitta ma'lumot bor. Hop. Xo'p desiz. Bitta Damas Labo bor. Hop. Kim olsa 1 so'msiz nasiyaga beraman. Bitta tarozi bilan 2 million qo'liga pul beraman. Ana Oborotiga. Oborotiga? Metaldan yig'ib tirikchilik qilaveradi. Ana bo'lmasa. Qarzdor bo'lsa. Gap yo'q. Gap yo'q. Qadrdonlar bunaqasi bo'lmagan akamiz shedri ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Pulini ham beraman deyapti. 2 million. Tirikchilikni qilaveradi. Bitta tarozi beraman aka. Gap yo'q. Davinisini ham kissamdan qilib beraman. Gap yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p aka. Bozoringiz bersin, chiqarib qo'yaman aka. Xo'p. Xo'p, qadrdonlar. Imoji bo'lganlar, 4-paketlar bo'lsa, benzin qo'shib yoqadi. Necha yili buni aka? Telefon tushdi-da. Aka, charchamayapsizmi? Rahmat o'zizdan. Bo'lyaptimi aka? Nechmisizlar? 19 Xo'p, 2019. 165 ming yurgan. Hop, Ruchkani oldi, eshik ochib olganda chicha petni olib qo'ygan. Qolgan yeri top toza. toza. Ha. Propani bormi? Yo'q, benzin. Benzinmi? Propan, gaz tartishsa ko'rmaganman. Hali qo'yilmagan. Yo'q. Mana mashinaning holati, tracker ishqibozlari bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mashina xudo xolasa ko'rinishlari. Premierda bu, a? Premier, generalni chiqar ekan. Salonlari mana holati qadrdonlar. 160 ming. 65 ming probek. Monitorlari polik, molik. Mana orqalari. Mana qadrdonlar, nech pul bu aka narxi? Narxini yengil. Hop, 1200 dan beramiz. 10200 kelishamiz, a? Kelishamiz. Barter bormi? Barter bor, devo mashinalarga bor. Devlar kelishamiz. Generalni chiqadi. Generalni chiqadi. Variantchi? Varianti yetmay qolgan xonasiga anjolli bo'lsa kelishaveramiz. Yetmagan joyga. Ha, yetmagan joyga. Telefon raqamingiz? 90lik 90lik 381 381 33 22. 33 22 raqamlarga aloqaga chiqamiz. Malibu ham sizdanmi? Mana bu ham, bu narxini ham tushirib yubordik. Ha. Aksiya bo'lyapti hozir, ko'ravering. Necha buni yili? 12 3-chi paysa 153 ming yurgan petnosi bor. Gazichi? Eng full paysasiz propani bor, 4 yumshoq baloni bor, yangi. Puli necha pul? Pulini 12 mingdan o'tib beramiz. 12 ming o'tib beramiz. Siz qo'yuvdi esingizda bo'lsin. Ha, 12 mingdan o'tib beramiz. Qo'l bo'shatishga beraveramiz. Xohlagan ustasiga olib borib, tekshirtirib ko'rsatib beraveradi. Gap yo'q. Mashinani holati mana salonlari. 12 mingdan 153 ming probek. qolgan xonasiga variantga beraveramiz. Anjolli bo'lsa bo'ldi. Andijonlik bo'lsa yetmagan joyiga variantga ham kelishamiz ekan. Propan bo'lish kerak adashmasam. Xo'p, propanlari bor. Telefon raqamchi bunga? Bunga 90lik Ha. 210 93 77. Raqamlariga murojaat qilaveramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Iner mashqbozlari bo'ladigan bo'lsa mana. Mashina xudo xolasa, balonlari ham yangi ekan. Yangi qo'yilgan. Generalni chiqaradi. Yetmasa variantga ham kelishaveramiz deb aytib o'tishyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Barter yo'llariga ham kelishaveramiz ekan, qadrdonlar. Bozoringiz bersin aka. Katta rahmat. Chiqarib qo'yaman. Xo'p, xo'p. Instagramga ham qo'yib yuboring. Ha, bo'ldi aka. Xo'p. Aka sizlardanmi bu mashinalar? Qo'yim sotuvga. 22 23 a? 44 ming yurgan. Benzin? Toza. 18200. Pozitsiyasi necha buni endi? Qanaqa?
Bezluk ha? Cherry. Xo'p, salonlar holati mana ko'rishlar mumkin. Toza dediga kiraskan ha? Benzindami? Benzinda. Barter bormi aka bunga? Barter yo'llariga ham kelishamiz deb aytib o'tishyapti. Xo'p. Telefon raqamlar mashimi? Xo'p, 18200 kelishamiz. Barter yo'llariga kelishamiz. Kraskalar toza 93lik 941 99 99 94 565 55 56 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bu ham bormi? Bu restoraninga. Shu restoran varianti bu ham Xo'p. bitta. Propan toza bu ham. Propan toza. 34500 probega. Aha, puli necha pul buni? Buni 20 mingdan 10 minut beramiz. 20 minut beriladi. Paroglari bor. Salonlari holati mana. Xo'p, salonlari. Propan dediz buni, ha? Propanlari bor. Ko'rishlari mashina. Asli nomerlarga aloqaga chiqishaveradimi? Barter. Barter bor. Barter yo'llari bor. Variant yo'qdir, ha? Variantimiz yo'q. Yetmay qolgan ozgina joyi bo'lsa, mana beraman. Kelishaveramiz, ha? Bo'laveradi, qadrdonlar, aloqaga chiqamiz. Mana cherry ishqibozlari bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, chiroyli narxlarda qilib berishadi. Bozoringiz bersin. Chiqarib qo'yaman. Xo'p, aka. Xo'p, qadrdonlar, qadrli vatandoshlar. Andijon moshina bozoridan 2020-yil ishlab chiqarilgan Jak necha bu? S5. S5 deyilar ekan. 41 ming yurgan avtomat balonlari yaxshi holatda. Kraskasi-chi? Kraskasi toza. Tozami? Yoqilg'isi qanaqa? Yoqilg'isi benzin. Benzinda. Rasxodlari qanaqa bo'lyapti endi buni? 10 tadan Xo'p, 2 tagacha bosishiga qarab hozir. 10 tadan 12 tagacha bosishga qarab. Motor necha ob'yon? 2 turbo. 2 turbo deb qo'yiladi. Salonlar holati mana ko'rishinglar mumkin. Hamid sidina, beskul joy, do'st hammasi bor. Aha. Koja salon, patologlari, luk ikkitaliga. Xo'p. Monitorlari, avtomat korobka ekan mashina. Motorni ham bir ko'rsatsak bo'ladimi? Yaxshi, ha, salonlari ham, ha? Balonlari pashta yangi ekan. 2 turbo. Akkumulyator holatlari Delcor ko'p bo'lgan, konditsioner, ABS hamma yo'g'i bor. Nech pul kelishtiribroq ayting obunachilarga. Narx ko'rsatib qo'ying 13200 deyapmiz. Siz obunachilaringizga 12600. 12600 bo'ladigan narximi? Barter bormi? Barteri bor, jam, liboy mashinasi bor. Variantchi. Variant ham bor. Kelishaveramizmi? 1-2 oyga bera olamiz. Uzag'i? Telefon raqamimiz-chi? 90lik 90lik 201 201 56 6655 raqamlariga minar mashg'ulotlar bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib berishadi. Bosamiz gazini. Xo'p, qadrdonlar, qadrli vatandoshlarimiz, chiroyli qilib sizlarga mana shu elektromobilimizni, bunisi nima edi? Cherry Ariza 6 Pro. Chiroyli qilib hozir obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Qo'limizdan kelgancha 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Nima degani bu? Dongfeng Landias i3 mi bu? 4000 yurganmi? 4000 Toza. 15800 dollar. Kami bor, kelishamiz, ha? Bu elektromobil bu. Elektromobil 420 zapaso 400 bemalol konsani pechga qilib yuraveradi. 400, ha? 400 yuraveradi qadrdonlar. 20 marta zaryadka 20 marta atigi zaryadkaga qo'yilgan ekan mashina. Mana salonlari. Xo'p, start stop. Salonlarni qarang buni. Go'zal u. Monitorlari yangi ekan, ha? 4000 yuribdi-da. 4000 kilometr yuribdi endi qadrdonlar. Ana berib uyga bir marta zaryadka qo'yilmagan. Uyga? Mana zaryadchi hamma yo'q yangi. Bemalol uyga borib o'rnatib Tushunarli. 70 ming so'mga to'ladi. O'zi 4 kilometr bemalol yuradi. Xo'p, yopiladimi bu? Bitta zapravkada 400 yuradi. Yaxshi balonlar bor.
mashinamiz 15.800 deyapti, kelishtirib beramiz. Hop. 90lik 201 66 55 ga aloqaga chiqishadi. Barter bor-a? Barter yo'llari bor, xudo xolisa. Generalniy doверенностьni so'rab bo'lsa. Bundan ham bo'laveradi, hamma dokumentda bo'laveradi. Beramiz-a? Ha, beramiz. Xo'p, bunisi-chi? Cherry Ariza 6 Pro. 13 ming yurgan, kraskalari toza. 700 dollar ham qolaveradi. Ha, nomer a? 26 lar. Oldi Lexus bord olib chiqqan. Mana salonlari. Qimmat balon, qimmat nimalar qo'yadi, Navrotlari bor. Navrotlar bor. Tushunarli. Bu ikkinchi pozitsiyasi. Ikkinchi pozitsiyami bor? Bo'lmaydi xolos. Qolgan hamma yo'g'i bor. Hamma yo'g'i bor. Puli qancha buni? 16500. 500 kamasi. Kelishamiz. Barter bor. Barter bor. Telefoni ham 90lik 201 66 55. raqamlarga aloqaga chiqamiz. Auksion nomerlari agar 8 million bersanglar, shu nomeri bilan qolaverar ekan, xudo xolasa. Xo'p, navrotlarga ancha-muncha pul tiqib bo'lgan ekan, aloqaga chiqamiz shu nomerlarga. Bosamiz gazini. Xo'p, qadrdonlar, qadrli vatandoshlarimiz, barterga kelib qolgan Labo imzosilarga obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Chiroyli narxlarda qilib beramiz, aka. Xudo xolasa. Necha yil buni? 2006 Damas Labo qilingan. Xo'p, gazi bor-a? Gazga, benzinga yuradi. Mos korobkalari zo'r. Tentlari bor. Tentlariga ruxsatlari bilan, ballonlari yangi, to'rovi. Hali bitta musurmo yaxshi pul topaman desa, Xo'p, arziydigan mashina. Xudo xolasa, generalni bera olamizmi? iltimos qilib beramiz. Agar iloji bo'lsa qilib berilaveradi. Necha pulga beramiz buni? Buni beramiz. Anladin? Mana salonlarni ko'rib qo'yasizlar. Damas Labo qilingan. Endi shu dehqonlar olish, dehqonlardan barterga kelib qolgan mashina. 13 ballonlari. Xo'p, tentlari bor. Xizmat qilaveradi. Xudo xolasa. Mos korobkalari zo'r. Mos korobka, orqada dugalari ham bor. Xo'p, propanmi bu yo metanmi? Metana? Metan bo'lishi kerak. Propana? Necha pulga O'chirga turmaydi ekanda. Ahlida Ha, 1,5 ming puli borga 2 ming bankdan olamiz. Naqd pulga 3,5 mingga beramiz. 3,5 ga beramiz naqd pulga. Xo'p. Ha. Qaysi nomerlar qo'yib qo'yaylik? 90lik. 90lik 202 20 202 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Bankdan ham pul olsak bo'laverar ekan, qadrdonlar. puli borlarga 500 dan to'rov berishgan beraveramiz. Ha, 2000 puli borga 500 dan 4oyga. Hozir mana sezon ham kelib qoldi. Uzib yuborsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Xizmat emas, sexlarga ishlataveradi. Gapi. Tayyor gazlari bilan. Tayyor gazlari bilan minar mashq g'ozlari bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.